Hacı aka, size Xorazmda yegona bo'lgan bir narsa ko'rsataman. Buratim, siz xo'jalikqa Damas alacak ediniz, yük katlamakka, tadbirkorchilikka Damas qo'yaman deb buradingiz. Endi Damas almoqingiz shart emas. O'zingizda Captiva, Malibu 320'ingizda bemalol bu narsani ishlatsangiz bo'ladi. Şu narsadan birini rozg'ara olib qo'ysangiz, kerakli narsalardan birisi bo'ladi. O'zingizda Trek-2'ingizda, Cobalt'ingizda, Damas'ingizda, Nexia'ngizda bemalol tortib ketsangiz bo'ladi. Yengil narsa, mashina hech qanaqa nagruzkasi yo'q. 1,5-2 tonna yükni gördüm demidi, polni tortib ketadi. Bu pritsepimiz ichlari ko'rishingiz mumkin, taxta bilan opshibga bo'lgan. İçine yük solib yurgan vaqtingizda yukingizga shikast yetmasligi uchun. Bundan tashqari bu pritsepimizda risol bilan amortizator yo'q, biratlar. Torsion qo'yilgan. Pritsep yumshoq yurishi uchun ham 1,5-2 tonna yukni bemalol tortib ketadi. Qalin materialdan ishlangan, yengil bo'ladi. Любой mashinada surrasa bo'ladi, biratlar. Narx qiziq bo'lsa, 5,5 milliondan 9,5 milliongacha do'konimizdan kelib bemalol xarid etsangiz bo'ladi. Dokumentalni adınıza oformit qilib, nomerlarini ham olib beramiz, biratlar.